Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam va yetim bola haqidagi rivoyat. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan yurib ketayotgan edilar. Yo'l chetida bir bolani o'ynab o'tirib yig'lab turganini ko'rdilar. Uni kiyimlari eski, yirtiq bir ahvolda, yuzida g'am va yolg'izlik aks etib turardi. Yonida o'ynayotgan bolalarga o'kinib boqardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bolani yoniga borib mehr bilan so'radilar. "Nima uchun yig'layapsan, bolajon?" Bolajon javob berdi: "Otam vafot etgan, onam ham yo'q, hech kim qolmadi." Bu so'zlarni eshitib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'zlariga yosh to'ldi. U zot bolani boshlarini silab shunday dedilar: "Xohlaysanmi men senga ota bo'lay, Oysha onamiz senga ona bo'lsin?" Bola xursand bo'lib "Ha" dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni uylariga olib bordilar. Qorinni to'ydirdilar, kiyim bosh berdilar va mehr ko'rsatdilar. Bola esa endi yig'lamas, yuzida tabassum paydo bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Men va yetimni boqqan kishi jannatda shunday yondosh bo'lamiz" deb ikki barmoqlarini bir-birlariga yaqin qilib ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni shunday mehribon, yetimparvar bo'lganlarini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Alloh rozi bo'lsin barchalarimizdan.